tabiatimizda vertolyotni topa olaman deb o'ylamagandim o'rtoqlar. Vertolyot topib oldim. Dengiz sathidan 2700 metr balandlikdaman. Menimcha samolyot yoki vertolyot mana shu qoyaga urilgan va aviahalokatga uchragan. 50 metr pastdan tushib keldim. Mana shu to'kilib yotibdi. Mana. Bilmayman, aviatexnikani tushunmayman. Juda ham og'ir. Lekin mana bu yerda misol uchun mana F214 215 degan belgilar bor. Buni nimaligini bilmayman. Mana men bilmayman nima. Mana. Ko'rdingizmi? Eng qizig'i hali oldinda bu yoqda juda ham katta jismda yotibdi. Ko'p narsalar toshlarning tagida qolgan. Darsh ketamiz o'rtoqlar. Pastga tushyapti. Og'ir mana eng qalin narsa mana shu. Buni ko'tara olmayman. Mana o'shani trubaga o'xshagan boyagi detallar. Juda ham katta. Mana juda kattalashishni boshladi ko'p narsalar. Nima endi bu? Bilganlar yetinglar. Men vertolyot deb o'yladim. Yana ham bilganlar kommentariyga yozasizlar. Detal bilmayman. Vertolyot topib olaman deb o'ylamadim. Sizlarga yo'qdi. Vertolyot. Mana asosiy katta detallar yotibdi. Qanchasi toshdan teguvchi ko'milib ketgan. Mana bu tom qismini bilmayman. Mayda detallar ham juda ko'p, qaranglar. Mana shunga qarab, menimcha buni mana eng vertolyot deb o'ylashimga sabab bo'lgan narsa mana shu narsa. Hani tepada par tushiradi. Larragini ushlaydigan narsa deb o'yladim. Yana ham bilmayman. Tabiatda qiziqarli narsalar ko'rgandan keyin qornim ochib ketadi. Halol cho'nka bilan yursanglar, mana shunaqa qiziq narsalar chiqib qoladi o'rtoqlar. Nazar. Halol cho'nka tavsiya qilaman. Tabiatda faqat hayvonot dunyosi chiroyli joylar emas, mana shunaqangi kutilmagan hodisalar ham uchrab turadi. Bu vertolyotmi yoki samolyotmi?